O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yilning 14-fevral kuni yoshlar bilan bo'lib o'tgan muloqotida haftaning har payshanba kuni yoshlar kuni etib belgilanganligi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-iyun kunidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi tomonidan O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialida rahbar va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi bilan boshlangan uchrashuv avvalida yoshlar uchun ko'rgazma tashkil etildi. Unda so'z olganlar yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, kasbga qiziqtirish va ularga mamlakatimizda yaratilgan keng imkoniyatlar haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisi tomonidan shahar va tumanlardagi vatanparvar tashkiloti xodimlariga xizmat avtomobillarining kaliti tantanali ravishda topshirildi. Bugun Jizzaxlik hamkasblarimizga 15 dan oshiq Onyx avtomobillari topshirildi. Bu albatta davom ettiriladi. Respublikamiz bo'ylab qilinayotgan ishlar natijasida biz 2 yil davomida tashkilotda 700 ga yaqin Onyx avtomobillari va 100 dan oshiq Foton yuk avtomobillari ham xarid qilindi va bugun xalqimiz uchun haydovchilikka o'qish istagida bo'lgan fuqarolarimiz uchun manzur kelyapti. Shuningdek, yoshlar bagi, karting va sport mototsikllari kabi poyga avtomobillari, shuningdek favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqaruvchilari tomonidan zamonaviy maxsus asbob-uskunalar va yong'in qutqaruv texnikasining namoyishi ham o'tkazildi. Bu yoshlarda qiziqish uyg'otib, ularning bilimlari va ko'nikmalariga katta hissa qo'shdi deyish mumkin. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisi Husan Botirov boshchiligida tashkil etilgan rahbar va yoshlar uchrashuvida yoshlar va ularni qiziqtirgan masalalar yuzasidan samimiy ochiq muloqot tarzida tashkil etildi. Unda yoshlarning murojaat va takliflari tinglandi. O'zim qiziqtirgan savol, shaxsan o'zimda haydovchilik guvohnomasi yo'q va qanaqa haydovchilik guvohnomasini nima qilib olsam bo'ladi degan savol berganimda, mana shu yerdagi rahbarlar albatta o'qishingiz kerak. Buni birinchi bo'lib amaliy bo'ladi, undan so'ng nazariy bo'ladi degan ajoyib o'zimga kerakli bo'lgan savolga to'laqonli javob oldim. Bugungi yig'ilishda ishtirok etganimdan juda ham xursandman va bu yig'ilishda menda bir qancha savollar bor edi. Bu savollardan biri motopoygada qanday ishtirok etish. Bu savolga shunday javob oldimki, bunda ishtirok etish uchun bir qancha o'quv amaliyotlarini amalga oshirish va o'ziga tegishli bo'lgan sertifikatni olish kerak ekan. Ma'lumot uchun vatanparvar tashkilotining asosiy vazifalari aholi, ayniqsa yoshlarni mudofaaga tayyorlash, ularni sportning texnik va amaliy turlariga jalb etish hamda ommaviy texnik kasblarga o'qitish etib belgilangan. Rahbar va yoshlar uchrashuvida ko'tarilgan har bir masalaga yechimlar izlandi va muhokama qilindi. Vatanparvarlik tashkiloti tomonidan bizga bir qancha ma'lumotlar berib o'tildi. Sport turlari bo'yicha, harbiy vatanparvarlikni uyg'otish bo'yicha ham sohalari borligini aytib o'tishdi. Meni qiziqtirgan savollardan biri haydovchilikda bo'ladigan harbiy texnikalarga guvohnoma yoki shunga o'xshash kategoriyalar borligini so'ragandim. Javoblar qoniqarli bo'ldi. Bu kabi uchrashuvlar yoshlarning faolligini oshirish, ularni jamiyat hayotiga kengroq jalb etish, eng muhimi ularning ovozini eshitish uchun muhim maydonga aylanib borayotgani quvonarli albatta. Bir so'z bilan aytganda, yoshlar muammolarini o'rganish, ularni o'z vaqtida hal etish masalasi har bir mutasaddiga katta mas'uliyat yuklaydi. Juda xursand bo'ldim tashkilotning faoliyati haqida berilgan savollardan. Unda yaratilgan sharoitlar Jizzax shahrida va umuman Jizzax viloyatining boshqa tumanlaridan shu shahardagi ta'lim dargohlariga kelib o'qiyotgan hamyurtlarimizni o'z tumanlarida ham shu sharoitlar bor yo'qligi yoki ularni tashkil etish bo'yicha biror chora ko'rish haqidagi murojaatlaridan. Albatta, vatanparvar tashkiloti rahbariyati va jamoasi soha yo'nalishdagi barcha imkoniyatlarni rivojlantirish ustida ish olib boradi. Tashkilotda ko'plab sport turlari ham mavjud ekan. Men bu sport turlaridan kamonda o'q otish sport turiga mehrim yana ham oshdi va kelajakda bu sport turidan musobaqalarga chiqib, yutuqlarga erishishga o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim.
Rahbar va yoshlar uchrashuvi so'ngida O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi tomonidan Vatanparvar tashkilotida sportning texnik va amaliy turlarini rivojlantirish istiqbollari borasida ham fikr va mulohazalar bildirildi.